Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. 4 kubli assingizatorimiz tayyor bo'ldi. Faqat kiratib ishlari qoldi. Hop, 1300 diametr, uzunligi 3,5 metr. 3.6. Ikkita tomonida yuradigan joy, ikkala tomonda ham. Uravneni bu yerda silik uchun joy qilinadi. Xudo xohlasa 250 diametrda turba uchun. Dansimiz. İçlari ko'rishlar mumkin. Apori, ikkita apori bor bu yerda. Bitta bu yerda, ikkinchisi ichkarida. Ko'ryapsizmi? Dislarimiz 4-5 qalinlikda, klientlarda talabdan kelib chiqdi. Yasab beraveramiz xudo xohlasa. Qopoq varianti bor, qopoqsiz varianti ham bor. Listdan qilib beringlar, qopoqsiz desanglar, qopoqsiz beriladi. Yo menga qopoqli desanglar, qopoq